Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Sirojiddin Media kanali. Do'stlar, kuni kecha viloyat hokimi, Buxoro viloyat hokimi bo'yicha chiqishlar qilgandik. Bu bo'yicha ko'pchilikning e'tirozi bo'ldi. Juda ko'pchilik chiqishlar qildi. Chunki u hokim tahdidlar qilgan. Meni bilishimcha, hozir bilishimcha, Jinoyat kodeksida bir necha moddalar bilan gumonlanuvchi tariqasida zudlik bilan qamoqqa olinishini men so'ragan bo'lardim. Sababi kelinglar yana bir marta shu videoni eshitib chiqamizda, juda ham qisqa. Keyin sizlarga nega u odamni jinoiy javobgarlikka tortish kerakligini tushuntirib beraman. Bu bog'chani territoriyaga kirganlarni hammasini huquqiy dokumentlarini ko'tarasan. Yo'g'ini hech kimga eshitmasdan mo'min buzasan, hech kimni sud but demasdan buzib tashlaysan. Bugunni o'ziga buzib tashlaysan. Narsapa ichidagi odamni ko'mib tashlaysan, chort. Shunday sud but deb hammasini erkalatgan. Hujjatini ko'rasan uni. O'rtoq nachalnik, siz yesdan oldin viloyat hokimi kelyapti, kecha ham men kuzatdim. Nimalar ro bo'lgansizlar butunlay shaharda. Bugun ham bu yerda ahvol hamin qadar. Yo, menga bu qonunchilik eshitib turibsizlar bu odamni so'zlarini, gaplarini. Bu odam birinchidan sud butsiz buzib tashlaysan deyapti. Bu bo'yicha ham javobgarlik bor va yana bir narsani aytyaptiki, ko'mib tashlaysan odamlarni deyapti. Agarda bu ko'mib tashlaydigan bo'lsa, demak bu odamlarni o'ldirasan degandek gap. Bu demak Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 97-moddasiga o'sha o'girishi mumkin, kvalifikatsiya deydimi, qilishi mumkin va bu odamni zudlik bilan qamoqqa olinishi kerak. Sababi bilib turibsizlar, biz o'zimiz ishlarda ham ko'ryapmiz. Qilinmagan ishlar uchun, masalan, Dilshod To'laxo'jayev ishida ham birovning uyiga bosqinchilikka tushmoqchi bo'lgan deb turib 25-modda orqali 15 yilga qamab yubordi. Va undan tashqari yana 9 ta odamni qamadi. Buniki shundoq isbot qilinib turibdi, o'zi aytib turibdi. Undan tashqari ichki ishlar xodimiga tahdid qilyapti. Ish joyidan o'zgartiraman deb. Bunga ham huquqiy baho berish kerak. Ichki ishlar vazirligi va prokuratura baho berish kerak. U yerda odamlarni jinoyatga chorlayapti va bu odamga shunga yarasha qonuniy chora ko'rish kerak. Men 25-moddani hozirga o'qib beraman. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 25-moddasini o'qib beraman. Demak, 25-modda jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilish. Shaxsning qasddan qilinadigan jinoyatni sodir etish yoki yashirish uchun shart-sharoit yaratuvchi qilmishi o'ziga bog'liq bo'lmagan holatga ko'ra sodir etilishi boshlangunga qadar to'xtatilgan bo'lsa, bunday qilmishi jinoyatga tayyorgarlik ko'rish deb topiladi. Qasddan sodir etiladigan jinoyat boshlanib, shaxsga bo'lmagan holatlarda ko'ra oxiriga yetkazilmagan bo'lsa, jinoyat sodir etishga suiqasd deb topiladi. Bu odam odamlarni ko'mish bilan tahdid qilyapti. Jinoyatga tayyorgarlik ko'rganlik va jinoyatga sodir etishga suiqasd qilganlik uchun javobgarlik ham ushbu kodeksning maxsus qismi tomon bo'lgan jinoyat uchun javobgarlikni belgilovchi moddasiga muvofiq hal qilinadi. Eshitib turibsizlar, bu yerda jinoyatni boshlashga o'zi tayyor, odamlarni ko'maman deyapti, ko'mib tashlaring deb buyruq beryapti. Bu to'g'ridan to'g'ri bularga buyruq beryapti. Demak, o'sha glavar deymizmi? Endi Jinoyat kodeksining 97-moddasiga qaraymiz. Qasddan odam o'ldirish 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Hozir bu shunga hozir chorlayapti. Demak, bu 25-moddani qo'llasa bo'ladi. Demak, javobgarlik og'irlashtirilgan holat 2 va undan ortiq shaxsni deyapti bu yerda. Aybdorga ayon bo'lgan ojiz ahvoldagi shaxsni, bu yerda hammasi bitta ketadi 97-moddada va 112-modda. Endi 112-moddani ko'ramiz.
va undan tashqari boshqa moddalarni ham qo'ysa bo'ladi. 112-modda o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish. O'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish agar bu harakat amalga oshirilgandan xavfsirash uchun yetarli asos mavjud bo'lsa. Bu qonunlarimiz ham bor. Bu 25 orqali deyiladi. Bu demak, shu ishni boshlash uchun buyruq beryapti va jinoyat sodir qilyapti deb hisoblayman men. Mana yuristlarimiz bo'lsa, advokatlarimiz bo'lsa aytsin. Mana buni misolida boya ham aytdim. Dilshod To'raxo'jayev ham qilmagan ishi uchun, bunaqa misollar ko'p. Qilmagan ishi uchun 25 ni qo'llashyapti-da, sen qilmoqchi bo'lgansan deb turib qamab tashlayapti shaqillab. Lekin bu hokimimizga hozircha hattoki uzr ham so'ramadi. Afsuski, men aytgan narsalar, bu narsalar bo'lishi juda ham qiyin. Agarda haqiqatdan ham qonun ishlaganda balki bo'lishi mumkin edi. Shu moddalar bilan ayblab, bu yog'ini sud hal qilardi. Shunga haqiqatdan qilmoqchi bo'lganmi, sud jarayonlari bo'ladi, tekshiruvlar bo'ladi, sud tergovi bo'ladi, undan oldin tergovlar bo'ladi va bu odam ungacha qamoqda o'tirishi kerak edi. Men shunaqa deb hisoblayman. Endi sizlar qanaqa hisoblaysizlar bilmayman, meni shaxsiy fikrim. Endi ko'rib turibsizlar, senatorlarimiz jim, qolganlar ham jim, hech kim indamayapti, u odamni senatga chaqirishmayapti. Keyin yana bir asosiysi, eng kulgili tomonini ham aytib beraman. Ular bezlarcha rasmiy bayonot ham berishgan. Bezlarcha deb ayta olaman men. Tak. Effekt uzda chiqqan Botir Zaripov noqonuniy holatlarning oldini olish maqsadida qilgan. Buxoro hokimligi munosabat bildirdi. Video lavhada tilga olingan buzib tashla jumlasida aynan o'sha bog'cha hududiga tegishli ruxsatlarsiz xufiyona noqonuniy kirish-chiqish yo'lagi bartaraf etishi nazarda tutilgan. Bunda viloyat hokimining 140 nafar bog'cha tarbiyalanuvchilarining xavfsizligini hamda yuz berishi mumkin bo'lgan turli noqonuniy holatlarni oldini olish asosiy maqsad bo'lgan. Ijtimoiy tarmoq faollari va foydalanuvchilari aynan shu jumlalarni hokim xususiy bog'chalarni buzib tashlash bo'yicha topshiriq beryapti tarzda muhokama qilmoqda. Bu esa mutlaqo asossiz va haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Buxoro hokimligining raddiyasidan. Bu yerda bu akamiz Botir Zaripov aniq aytib turibdi, sud putsiz buzib tasha deyapti. Bu ham qonunga zid va ko'mib tasha odamlarni o'ldir degandek ma'nodagi gaplarni gapiryapti. Bu jinoyat hisoblanadi ikkalovi ham. Va ichki ishlar xodimiga tahdid qilyapti. Bu ham menimcha bir jinoyat yo o'z xizmat vazifasini suiiste'mol qilish bo'lsa kerak. Mana yuristlar bo'lsa yozinglar. To'g'ridan to'g'ri bu buyruq beryapti, odamlarni ko'mib tasha deyapti. Tasavvur qiling, katta bog'cha zdaniya odam bilan ko'msa nima bo'ladi? Odam o'ladi. Bu qasddan jinoyat, odam o'ldirish bilan teng deb hisoblayman. O'sha 25-moddani qo'llagan taqdirda. Bilmadim endi bu yog'i nima bo'ladi. Hamma jim o'sha shunga mas'ul bo'lgan odamlar bu insonga chora ko'ra olmayapti yo ko'rish xohlamayaptimi yo buni o'sha kimidir bormi endi bilmadik. Biz qonun ustuvor demokratik davlatda yashayapmiz. Keyin yana bir narsani bilishingni xohlagan bo'lardim. Bu O'zbekistonning egasi, asl egasi kim? Birinchi navbatda turadigan egasi bu xalq hisoblanadi. Biz xalq prezidentni saylaymiz, deputatlarni saylaymiz, mahalla raislarini saylaymiz va shu orqali mana shunaqa hokimlar, boshqalari biz orqali mana shunaqa lavozimlarda o'tiradi va bizga xizmat qiladi. Bizni naloklarimizdan, soliqlarimizdan tushadigan pullardan oylik oladi. Biz oyliklarigacha to'laymiz. Butun mana mulozimlarning hammasini oyligini xalq to'laydi. Va biz o'sha chiqayotgan boyliklarimiz ham xalqqa tegishli. Shu narsani kallanglarga qo'yib olishinglarni so'ragan bo'lardim. Va shunda agarda o'z huquqlarimizni bilsak, unchalik muammo bo'lmaydi. Va yana nima derdik? Bosh prokuraturadan so'rab qolgan bo'lardik. Bu odamga nisbatan qonuniy chora ko'rib, boya aytganimdek, buni endi men juda katta mutaxassis emasman, lekin biz ko'rib yuribmiz.
ko'p joylarda shu ishni qilmoqchi bo'lgansan deb 25-moddani qo'llab jinoyat kodeksini jinoyatga sodir etishga o'sha boshlash u bu tugallangan hisoblanadi va xuddi shu jinoyat sodir etilgan hisoblanadi va bu insonni qamoqqa olib bu yog'iga sud hal qilishi kerak. Endi bunga tergovchilarimizni, sudlarimizni duxi yetadimi, yo'qmi, endi bu boshqa masala. Ko'ramiz voqea rivojini. Agarda bunaqa ketaveradigan bo'lsa, biz O'zbekiston Respublikasini bitta men emas, menimcha ko'pchilik qonunlarga ishonmay qo'yadi. Xuddi o'sha Buxoroda esinglarda bo'lsa, bir qaysidir hokimni yordamchisi idinna deb so'kkan bittasini va u yerda sud tibbiy ekspertizasi bor nariroq ket deb u haqorat so'z emas deb topib bergan. U ham shu yerda Buxoroda bo'lyapti. Endi bilmadim endi. Agarda biz o'zimiz haqqimizni talab qilmasak, bular yana haqiqatdan ham ertaga indinga xuddi shunga o'xshagan hokimlar odamlarni o'sha zdaniyasi bilan binosi bilan ko'mib yuborishi mumkin. Biz esa jim yuraveramiz. Shu. Salomat bo'linglar. Agarda men fikrimga qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi, kommentariyada izohda qoldiring fikringizni. Va videomiz yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib qo'ying va obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.